Nazinim, bugün men intayin xoşal. Ammo men bugun ancha xo'shal emas. Xoşal bo'lmag'idek nima ish yuz berdi? Men tazima bir yolg'onchi nimalarga uchrab qoldim. Ular qanday yolg'onchilik qildi? Ular gapida turmadi. Bo'ldi, ko'nglingizni yerim qilma. Jahonda yolg'onchi odamlar oz emas. Menga tasalli berganingizga ko'p rahmat. Hech his yo'q. Xo'shamsan Nazinim. Xo'sh sarkarda. Bunun şekilleniş jarayonu ne biz o'quvchilarga qildirish xulosada Erib o'layli dedim. tafakkur qilib Tamoq atama. Nima? Tamoq ichish niyati yana menga keldimi? Hey. Tönögündek tamoqni men aytgan tursam. Hay, chechimni bug'ib olaymi? Bugun shanba. Erkin bilan Akbar degan hiyliq ishkisi bilan ko'rishimiz. Ular sug'urta haqqini topshirmoqchi bo'lgan. Ular bugunmi topshirmasa qanday qilamiz? Agar bugunmi pulni topshirmasa, ularni hargiz izlamayman. Undaqmi deb gapning, ular bo'lmasa biz boshqalarni sug'urta qatnashtirsak bo'lmadimi? Bugun sug'urta haqqini topshirmasak, qizlarning ishonchiga erishamaymiz, juma. Hey, bu chaqda o qizlarni keltirishni siz ochmasaqmi bo'ldi? Haras, maaşını ağız geldin mi? Allah, unutib qaptım emasmi? Ben tünügün bir gün sırtı jügendiken, sana maaşını ağaç kaya demedim mi? Unutib qaptım ben şu. Endi pul bo'lmasa ularga nima topshiramiz? Bu Hey. Ha, men şu. Ben başlığınla. Buldu. Biz hazırlı barli. Kimke? Başlıkken o maaşınlarını ep koydum kep evdinlar deydi. Jire, tezrak baraylı. Başlayak. Biz geldik. Acep tiz kepsiler ko. Şu maaş berimizgenkin uşanda hil geldik. Şenbi günü maaş berinmaydiganligini bilsizler ko deyme. Başlayak. Bizning pul xarjlaydigan muhim ishimiz bor deb berib etgan bo'lsangiz. Shundoq. Sizlarning maaşinglar mening yanchug'imda. Berib etgan bo'lsangiz. Sizlar qildigan bir ish bor. Qanday ish? Bugun şirketimizning koni bir xaridori bir material kelibdi. Soat 12gacha tarjim qilib beringlar deydi. Puli xili yaxshi. Qandaq? İşlemsizlar? Biroq boshliq bizning soat 12da muhim ishimiz bor emasmi? Faqat bir soatlik ishsizlik bo'ladi. Boshliq, bugun degan shanba-ku. Shu. Hozir soat 10 o'pdi. Texi baldirg'u. 10? Bu Boshliq, mening soatim 11 o'pdi-ku, shu. Mana, qarab beqinglar. Bu Sizlarning soatinglar bak tez minib ketdi. Ishlamsanglar, qarab beqinglar. Men acaba soatni xato to'g'rilab qo'ygan o'xshamamdimi? Shundaqmidi? Shu. Akşam aroq ichganmi? Laqinalar ben azroq ichishgan bo'lmasa. Ha. Akşam masjidlikda soatni xato tanglab qo'ygan o'xshamamsizlar? Shundaqmi? Bu soatni to'g'rilganda qilmagan, ha? Shuni deyman, ha? Shuni deyman, ha? Boshliqning soatining xatolashib qolganini nada ko'rgan? Boshliq azaldan xatolashmaydi. Darhol soatinglarni to'g'rilab olinglar. Ha, bu ishinglar joyida. Bugun 1 soat ortiq ishliginglar uchun har biringlarga 100 so'mdan mukofot beraman. Qandaq? İşlemsizlar? Biroq boshliq, siz nima ishqa boshqalarni izlab boqmaysiz? Shundaymi? Ahmadning opisi, Samatning dadisi og'rib qapti.
Alining ochisi yo'qolib ketibdi. Boshqalarni topolmadim. Sizlarni izlamay kimni izlayman? Mashina og'ash mukofot pul tepib olsin dedim. Qandaq ishlamsizlar? Uning ustiga sizlar mening eng qobil odamlarim to'sanglar. Sizlarni topmay kimni topaman? Uning sizmi men sizlarga amroq. Obdan bo'pti boshliq. Yaxshi o'ylabsiz. Xuddi bir odam topilmagandek. Shu emasmi? Qandoq degan gap bu? Amsi yaxshi chiqib ishlanglar. Erken, Ha, boshliq. elik tamakanda bo'lma. Yo'q, de og'ach kelmabdimi? Chiqaraman. Qiziq odamda. Saat dil 12 bo'ldi, ular kelmaydi bu. Yana yarim soat saqlab boqaylik. Ular qanday qiladi ekan? Hey, tezroq bo'p, bo'lmiz kechikib qolamiz. Mana, az qoldi. Rana, ular bugun yana kelmaydigan bo'ldi-da. Qaytamdiq, juring. Avaylab mangmay. Ay, baxsama bir. Yaxshi, mening tugidi. Menimi tugdi adash. Boshliq, tugatdik. Ne bo'ldi? Tamakimi chekka qo'ymay odamni. Boshliq, mani tugatgan to'q. Ishni tugatdik boshliq. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Rahmat. Mana bu ikkinglarni mashinglar. Rahmat. Rahmat. Oldiraymiz davatsanlar. Turistlar-ku. Shu boshliq, bayatın siz seminar haqini qo'shib beraman degandingiz shuni qarab turyapmiz emasmi? To'g'ri. Elanglar. Rahmat boshliq. Baqa. Voy, saat tushib qopti ma'ndoq. Mayli. Qoplarimizni boshliq Xo'sh. To'g'ri. Ajab jayildim bu gelani.
xaridarimni qishig'i mangay. Ey, ularda kelmepti o. Shuni deyman ha. Vaqt to'simi ularni kelmagini nimsi? Jura, biz berib o'ltirib turaylik. Efendim sizlarga nima kerak? Biz ikki qizal saqlayotgan birdan degan buyurtayli bo'lamdi. Shundaq. Qo'y. Aras, hayotni mishada chiroyli ikki qizallar kimlarnidir saqlab turib birdan degan ketib qoldi-ku. Nima? Ular qani? Olib ketdi. Ketdi? Shundaq. Soat endi 12 bo'lgan tursa, ularni ketgan nimasi? Nima? Soat 1 bo'ldi. 1? To'g'ri? Ishonimsizlar, tam soat qarab beqinglar. Rost. Onun ishonimsizlar, mol apandilarni so'rab beqinglar. So'rab baqa. Aka? Ha? Soat necha bo'ldi? 1 bo'ldi. Do'stga. Bunun ishonimsizlar, qo'l soatimga endi ishongansizlar. Nazlı, bilemsiz. Bugün meni nas basqan bir kun bo'ldi. Mening bir muhim ishim sug'uchilashdi. Qaraganda ikkimizning taqdiri o'xshash ekan. Chunki yilqi ablah meni yana bir qatim oldidi. Men uning bilan endi hargiz yuz ko'rishmayman. Sizmi ish pushig'i qopsizda? Uningdan ko'ra biz 100 turani ko'rishib, bir-birimizga dardimizni to'kkash paranglashsak qandoq deysiz? Hech bo'lmaganda yaxshi do'stlardan bo'lib qolsak ajab emas. Ko'nglimizmi ko'tarilib qoladi. Bo'pti amisi, deganingizdek bo'lsin. Nada ko'rishimiz? Bir soatdan keyin Viktoriya tez tomoqxonasida ko'rishaylik. Birden paranglashsak bo'lamdi. Bo'lmaydi. Nima ishqa? Chunki men birsini saqlayapman. Menmi birisini saqlayapman. Amsi saqlayvering. Men bu ishni sizga tushuntirib qo'ymoqchi edim. Mening hozir sizning quruq gaplaringizni anglaydiganga cho'lam yo'q. Chunki men hozir yigitim bilan ko'rishmoqchi. Menmi qiz do'stim bilan ko'rishmoqchi edim. Mundaqdan. Jahonda mundaqmi o'xshashliklar bo'ldi ekan, ha? Shundaq. Menmi hayron qilyapman. Amisi hayron qolgach qiz do'stingizni saqlang. Men yigitimni saqlay. Shundaq qiling. Qinim, sizga nima kerak? Keladigan yana bir mehmon bor, sal turib buyurtay. Ma'qul.
Yigitingiz kelmaydi-ku. Sizning qiz do'stingiz kelmaydi-ku. Mening qiz do'stim yarim soat kechikib kelaman degandi. Mening yigitim shundoq degan. Amsi o'xshash ekanmiz. Shundaqmi? Shundoq. Saqlayotgan odamlarimiz kelmaydigan o'xshaydi. Uningdan ko'ra. Uningdan ko'ra ikkimiz birga tamoq yeylik demoqchimisiz? Dal topdingiz. Sizning mushundaq deydiganligingizni burunli bilgandim. Amsi qo'shildingizmi? Men sizdek yolg'onchi odam bilan birga o'tiramdim. Men sizga bu ishlarni tushuntirib qo'yay degandim. Sizchi berib heliqqa yolg'onchi sherikingizga tushuntirib qo'ying. Men sizni yaxshi ko'raman. Gapimni anglang Lala. Men sizga bu ishni obdara tushuntirib qo'yay. Bo'ldi. Endi tushundirman deb avvara bo'lmang. Yelimi bizni oz ahmoq qilmadinglar. Bizning sizlarni ahmoq qilish niyatimiz yo'qdi. Lekin ish biz o'ylagandek bo'lmay qoldi. Bu ishning hammasiga bizning boshliq sababchi. Ha deganda boshliq toshliq deb yuriydi ekansizlar. Nima ish bo'lsa boshliqlardan ko'ramsizlar. Asta Lala gapimni quloq solsingizchi. Sizning bundaq yolg'on yovdaqdim degan gaplaringizni anglayman deb chiroyli quluqimni avar qilg'im yo'q. Bildingizmi? Bilamsiz, amaliyotda men sizni yaxshi ko'raman. Men sizni yaxshi ko'rmayman. Sizni yaxshi ko'rman deydi Atiqi.
Bekadan beka odamni saqlatdi. Tasimi bir. Heyliqi sarkarda degan turdishingiz kelishgan joyga keldimi? Yo'q. Biroq heliq Erkin degan u joyda yuriydi. U yerda nima ish qildi ekan? Bir qizni saqlab etibdimish. Uning saqlagan qizi keldimi? Nadikini? U menga o'xshash bekadan beka avvar bo'ldi. Texi menga u ishlarni tushuntirib qo'yay, billa tomoq yeyli deydi. Nimaga kulasiz? Qiziq ish. Siz saqlagan yigit kamisa, heyliqi Erkin saqlagan qizmi kamisa, har ishkinglar o'xshash vaqt saqlagan odamning xuddi kelishvagandeklar har ishkilisi kamisa. O'ylab beqing, dunyoda mundaqmi o'xshab ketishlar bo'lamdi. Rostilla qiziq ish bo'pti. Voy. Salpiyib kirsan-ku. Qargan eliq nazlı isimli turdishingizni yaratmaga o'xshamamdi, ha? Nimalarni davatsa, yaratish u yoqda tutsin. Uning soyisini ko'midi. Tushundim. Sen bikademika yo'q Nazlı'ni saqlabsan-da, ha? Biroq, dal aksicha, heliqi Rana degan qiz paydo bo'lib qoldi. Ha? U qiz u yerda nima ish qildi ekan? Nima ish qiladi? Yigitini saqlab etibdi. Ey, u yigiti qanday nima ekan? Uni ko'midi. Ha? Qanday qisqa ko'maysa? Uning yigiti kamisa kalva. Nima? Uning yigitim kamidimi? Qiziq ish. Sening saqlagan qiz chiqami kamisa, uning yigitim kamisa, jahonda mushtaqmi? Tasodifiylik bo'lamdi, ha? Hey. Bilamsiz, yilroqda Akbar menga telefon berib bu ishlarni tushuntirmoqchi bo'ldi. Yana tixi sizni yaxshi ko'rman deydi. Meningcha ular xeli samimiy yigitlarda qiladi. Men ularning samimiyatligiga faqat ishonmayman. Biroq Erkinmi restoranda mening orqamdan sizni yaxshi ko'rman degandek gaplarni qilib edi. Sizgami shunday dedimi? Meningcha heyliqi sarkarda ismli turdishingiz bilan yana bir qatim ko'rishing. Ko'rishganda o'zaro belgi silishni unutmang. Masalan, kiyimlarning rangi yoki biror narsani qo'lda tutib olgan degandek. Ishonamanki, heyliqi sarkarda degani cho'qim Erkinjimi? Meningcha eliq Nazlı isimli turdishim cho'qim rana shu. Buning mening ishonchim komil. Ey, sen-chi to'rxon kirib yana bir qatim uni olib paranglashib baq, ha? Qanday? Deganim to'g'rimi-ki? Nazını, men tünügün sizga yerga dal vaqtida berib sizni 1 soat saqladim. Ammo siz kamdingiz. Men sizni 1 soat saqladim. Biroq sizmi kamdingiz? Qaraganda har ikkalamiz xatolashibdik. Biz atiyani bir qatim ko'rishaylik. Men qo'limga bir tal qizil atirgul tutib olaman. Bo'ladi. Men ati qizil ranglik sharf taqib olaman.
Men serkarda bo'laman. Men Naznin bo'laman. Qani, marhamat. Rahmat. Rahmat. Tamoqni keltiring. Ma'qul. Qani, marhamat. Ağaç ol. Men Nazinanning siz ekanligingizni allaqachon sezgan edim. Sizningmi sarkarda ekanligingizni burunlab bilmagandim. Bu tazimi bir qiziqish bo'ldi. Demisimi tazim bir qiziqishda bu. Qani, qo'rimlarni eling. Men aslida bu ishlarni sizga tushuntirib qo'ymoqchi edim. Aş yalğancılıqlarınızdımı? Yo'q. Asli ish mundaqdi. Asli ish qandaqdi? Asli bizning bundaq qilg'imiz yo'qdi. Biroq o'ylamgan bir ish yuz berdi. U kuni bizning boshlab. Yani şu başlığınızın gibimi? Həcəb zerikdim şu başlığınızdan. Shundaq. Amaliyotda shu boshliqning gapidan meningmi qo'shim ketgandi. Xo'shingiz yo'q adam. Yani nima deb şu başlığınızın gapini qilasiz? Mening boshliq bilan azaldan qo'shim yo'q. Biroq shu boshliq bizni Yani şu başlığının gibi o. Başlığınız olmasa ölüp qalamdınız. biroq shu boshliq degan ablah bizni Sizlar bizni ahmaq qilganinglarni aşı xo'sham yo'q başlığınlarga döngep qo'ymoqchimi? Endi bizni ahmaq qilaman deb xam xiyal qilmanglar. to'xtab turing. Tushuntirishimni anglab boqmamsiz. Sizning yalg'on yo'q gaplaringizni anglaydiganға mening cholam yo'q. Ey, to'xtang, gapimni anglang. To'xtab turing, gapimni anglang. To'xtang. To'xtab turing. Bizning hargiz undaq qilg'imiz yo'qdi. Bilaman. Sizlarning aşı o'lgir başlığınlar ashunday qilib qo'ydi, shundaqmi? To'g'ri. Intayin to'g'ri topdingiz. Haqiqatan shundaq. Bu yolg'onchi. Ben de to'xtab turing. Ma, esavni qo'ysangiz bo'pti-ku. Nech bol? Jami 27 so'm. Asta. Men Menda pash pul yo'q. menda bu pashpul bo'lmasa aylanma. Amsa ham bunda qilayli. Siz mushadni saqlab turing. Men chiqib pulni pashlab chiqay bo'lamda. Hargiz kech ketmang bo'lamda. Saqlab turing, ha? Asta. O'ssara.
Hoşa. Ben demedim bu. Eli kız çoğum Rana'da. Lekin ben onunla gapimni anlanda bir qancha tushuntirsam, o qilchi parvo qilmadi. Ben bunlarla shuncha tushuntirsam bu gapimga parvo qilib qo'ymadi. Ana xiyolimdan chiqmaydigani bo'lib qoldi adosh. Gapni ochiqini qilsam, men bunlarni yaxshi ko'rib qoldim. Xo'sh. Hoşa. Men uning erkin ishkanligini burunla his qilgandim. Shu emasmi? Heyliq sarkardining dal erkin chiqib qolgani demamdigan. Tazimi bir ish bo'ldi-da bu. Shuni demamsiz. Lekin ularning bizni ahmoq qilganini o'ylasam, bekla achchig'im keladi. Meningcha, o yigitlar xili bo'ladigandek qiladi jimi. Gapingizga qarasam, ularning orasidan birasini yoqtirib qolgan o'xshamamsiz, ha? Niyatga gaplarni qilgansiz, Rana. Ular hajab chiqmaydi-ku. Shundaymi? Ular nim desak bo'la. Ularning gapimizni anglash-anglamasligi bilan korimiz bo'lmay, demakchi bo'lganlarimizdan hammasini deymiz. Hey, qara. Chiqdi. Ular chiqdi. Hey, to'xtanglar. To'xtanglar. Yana nima deb keldinglar? Biz o'zimizning samimiylikni ifodalagiga keldik. Rasmi? Ha, rost. Albatta shunday. To'g'ri. Ularning yolg'on yo'qdek gaplarga ishonmangchi. Hey, to'xtanglar. Turinglar. Eliq kuni bizning boshliq bizni ishiltib olish uchun qasdan vaqtni o'zgartib bizni aldabdi. Shuning bilan biz boshliqni aldam holsiz tushib vaqtni to'shqin uqmayli qaptiq emasmi? Biz ko'rishmoqchi bo'lgan joyga dal soat 12 da yetib olgandik. Ammo soatning oldi-burun bir bo'lganligini nerdan bilaylik? Bu ishning hammasiga bizning ash kazob boshliq sababchi. Bu gapinglar rasmi? Ishimizlar bizni aeroplan besasa? Xudo haqqi. Bularchi hikoya to'qishga bekli usta. Ularning yolg'on gaplarga ishonmay maylichi. Biz sizlarga oshiq. Biroq biz sizlarga oshiq emas. Qanday qilsak gapimizga ishonisizlar? Uning amalini-chi o'zinglar depinglar. Hey. Gel. Ketaylik. Meningcha ularning gaplari rostaq qiladi. Men ularning samimiy yigit ekanligini endi his qilyapman. Undaqda biz sal oshirvatdiqmi qanday? Meningcha biz ular bilan bir maydon qiziqarli o'yin o'ynayotgandek qilamiz. Shundaq, bu xuddi mikishmak o'ynagandek ish bo'ldi. Avval ularning kayniga biz kirib oldik. Endi bo'lsa bizning kaynimizga ular kirib oldi. Endi bu o'yinning natijasi chiqadigan chog'im bo'lib qoldi. Qandaqsiga? Bilamsiz, ular bizga oshiq. Ular endi bizni yana izlab keladi. Sizningcha ular bizni qachon izlab keladi? Mushu 2 kunning ichida. Ana shu kuni bu o'yinning natijasi chiqadi. Bilamsan, bu ikki qiz biz bilan mükümüklan o'yin o'ynayotdi. Beshida u qiz bizni qo'g'lashdi. Amdilikda biz ularni qo'g'layapmiz. Tazim qiziqish bo'ldi-da. Endi bu mükümüklan o'yinni oxirlashtirib natijasini chiqarmasak bo'lmaydi. Hey, natijasi qanday bo'la, ha? Bu o'yinning natijasi toza bir tatliq bo'ladi deyina. Uxlamdik. Uxlaylik. To'kni jurta. Sevchira. Ey, sevchira bo'ldiqlar. Sevchira. Anda xo'schi, kun odatimiz bo'yicha ish qilaylik. Ma'qul. Ondan sonra boş. Sta.
oxirlashgan payti kelgandek qiladi. Endi qanday qilamiz? Qanday qilatdik? Biz yigitlarga ovoz qo'shib o'z juftimizni topamiz-da. Hey, ular geldi. Rahmat sana Akine.